سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Ana sivil mayda arızı olan, hiç nesige jetpegen, keçinele imanımız menen maqtanıp kaldık. To'ra, bardığımız mu'min musulmanız. Misal katarında aytayın turgan, bir kuruşka suğumuz var, bir stakan suğumuz var, tonluk, taptaza suğumuz var, bir kuruşka. Oşanın maqtan ortasında mana mende suğum var dep. Düğüne yüzü kesildiği to'ra suğumuz var. Hiç kim ha, joq ekan o dey almaydi. Biroq bir ele kuruşkada bo'lgani uchun. Qattiq suv sasangiz, chanqag'anga jetpeydi da, suvingni basganga jetpeydi. Biroq bar sizda. Bir uxtab tursangiz, betingizni juvganga da jetpeydi da. Biroq suvingiz bar. Davlat alayın desangiz, davlatga da jetpeydi. Namoz o'qiyın desangiz, jetpeydi. Janingizda kelinchang'iz ko'zini qizib qiyshangdab qolsa, onu bilan ish qilsangiz, qayradan juvganga jetpeydi. Biroq suvingiz bar. Suv düğüne yüzü kelsa aytalas, suvimiz bar da. Hech kim suv jo'q ekan deya olmaydi. Buni nega aytaman? Bugungi kunda jalb o'z mu'min musulmonmiz, iymonimiz shunchalik edi. Bardoq musulmonmiz, biroq iymonimiz shunchalik edi. Bir kechga suv dayladi. Hech narsaga jetmay ketadi. O'shandan bir odamda jo'q deganda bir chaqa suv bo'lsa, maqtansa bo'ladi-da. Mana menda bir chaqa suv var. İçse suvsunda qandirat, davlat olsa jetet urmati turgan. İş qila turgan bo'lsa, g'usl olganga da jetet. Bir chaqa suv bo'la turgan bo'lsa, maton boshqaga jetmese dağı o'ziga jetadi. Jalpı mu'min musulmon, har bir musulmonda jo'q deganda bir chaqa suv bo'lish kerak bo'ladi. Bugungi kuni bardığımız bir ile kuruşka suv menen maqtanib qoldik, bir ile kuruşka suv menen sıymiqtanib qoldik. Bu degan so'z o'shanchalik iymonimiz bilan maqtanib o'tadi. Men de iymondimman. O'ta jarg'at qilsa, men de ojining bolasiman deb qoldik hozir. Otayning ojiga olib kelgan deb qoldik da. Murda katta molda deb sıymiqtanadi. Cho'ng molda deydilar. Hozir moldalar moda bo'lmay qoldi. Ko'payib ketgandan, endi otayning da ojiga olib kelgan ojining bolasi deb qoldik da. Bir ile kuruşka imanımızı hiç nesige jetpeydi. Jönököy toyumuzdu uyda ötkörgönge jetpeydi da imanımız. Kadimkine uyda otaz, kız çıkar otaz balamızga, sünnet toy kıl otaz. Oşol jönököy toyumuzdu uyda ötkörgönge imanımız jetpey kaldı. Mana oşonduktan dagın aytam, imanımız var. Biroq al menen maqtanganга bolboyt. Al imanımız hiç nesege jetpey jatar. 5 vaqt namaz o'qitganga jetpey jatar. Bag'indatga turg'izganga jetpey jatar. Allah'ın yolga davatga chiqqanga jetpey jatar. Jönököy toydu uyimizda o'tkörganga jetpey jatar. Andықтан бүт бардығыз өзіңіздің иманға менет қылайлар, hareket қылайлар, құрбаншылық қылайлар. Мына алымдар айтқан аш-шита рахматун лил муъминин, қыш мезгілі момындар үшін Алланың рахматы деген. Жыл сайын айтам, мына қыш келді дағын айтам. Қыш мезгілі Алланың рахматы. Неге күн суығы жүйсің, анысы қызықтырмайды. Неге күндізі қысқа болады, бұлар ораза қармайды. Ramazan ayında aytasыңар, damla o kışta qarmap bersen bo'lib da, kun salib qolganda deb. Ana qish keldi qarmaydi. Qarma. Qish keldi, kun salqindadi, qarmap bersang bo'ladi. Qarma endi. Qarmaysan da. Hech kim qarmasa, qarmasa o'ta qiyin. Ana shunday bo'ladi. Ashunday.